Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur Demokratiya va Kishilik huquq markazi bilan hamkorlashib o'tkazadigan 3-navbatlik xalqaro Uyg'ur munbiri uchun yordam chaqiriqi e'lon qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur Demokratiya Kishilik huquq markazi hamkorlashib 3-navbatlik xalqaro Uyg'ur munbirini 2026-yili 11-iyundan 13-iyungacha Germaniyaning poytaxti Berlin shahrida o'tkaziladigan bo'lib, 2022-yili 1-iyulda 2023-yili Tokioda o'tkazilgan mazkur munbir Xitoy hukumatining to'xtovsiz kuchaytirayotgan ta'tir tashviqoti va uzluksiz davomlashayotgan har xil dunyo xarakterli krizislar va urushlarning ta'siri tufaylidan xalqaro kun tartibidan tushayotgan Uyg'ur masalasiga dunyo jamoatchiligining diqqat e'tiborini qayta jalb qilish, har qaysi davlatlardagi Uyg'urlarni himoya qiladigan parlament a'zolari, siyosatchilar, qonunshunoslar, akademiklar, mutaxassislar, jangovar faoliyatchilar va xalqaro tashkilotlarning vakillari va jurnalistlar bilan birlikda Uyg'urlarning eng yangi vaziyatini muzokara qilish, munosib chora-tadbirlarni tuzib chiqish, siyosat va faoliyat, matbuot sohalarini harakatlantirishni maqsad qiladi. Bu yillik munbarning temasi lager siyosatining 10 yilligi jinoyatni e'tirof qilishdan javobgarlikni surishtirishgacha bo'lib, bu munbar intayin halqiliq bir paytda o'tkaziladi. Xitoy hukumati 2016-yili Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerlarga qamash siyosatidan yo'l qo'yishga boshlagandan buyon, oradan 10 yil o'tgan bo'lsa-mu, bu bostirish azaymasdan, aksincha texmi ig'irlashib mangmoqda va tajovuzchi Xitoy taktika va shakl o'zgartib, qirg'inchilikni tarix qildirib normallashtirishga urinmoqda. Gerçi xalqaro jamiyatning bu vaziyatga bo'lgan tonishi kun sari oshgan, shu jumladan 11 davlatning parlamentlari Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni tonigan, BDT kishilik huquq oliy komissari Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini insoniyat qarshi jinoyat deb qaragan va shundaqla Uyg'ur soti Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilikni dalillagan bo'lishiga qaramay, Xitoy hukumatining javobgarligini surishtirish yanada yetarsiz bo'lmoqda. Uyg'urlar hozirmi begunoh tutqun qilinib, uzun muddat qamoq jazosiga mahkum qilinmoqda. Qul amgikiga majburlanmoqda. Keng ko'lamlik nazorat va bostirishga uchirmoqda. Diniy e'tiqod, til va madaniyat huquqlari cheklanmoqda. Muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilari va tashkilotlar chegara halqagan bostirishga duchor bo'lmoqda. Uyg'ur panohlik tilguchilar va musofirlar bo'lsa majburiy Xitoy qaytarib etilish xavfiga uchirmoqda. Bu munbar Germaniya poytaxti Berlinda elib beriladigan bo'lib, 200 ga yaqin kishi qatnashadigan bu xil cho'ng ko'lamli munbarni uyushtirish zo'r miqdorda iqtisodiy manba va hozirlik talab qiladi. Gerçi mutlaq ko'p qism faoliyat chiqimlarini Uyg'urlarni himoya qiladigan xalqaro yordam qurilishlar orqali hal qilingan bo'lsa-mu, lekin yanala Iroqdan kelganlarni kutib olish, yemak-ichmak va boshqa bir qism chiqimlarni qamdashga cheklik imkoniyatlarimiz yor bermaganligi uchun kimligini, vatanni, millatni, dinini, tilini, aqallisi o'zining insoniy qadr-qimmatini so'yadigan barliq qarindoshlarning yordamiga ehtiyojimiz bor. Mayli qanchalik miqdorda yordam qilishingizning qat'iy nazar, Uyg'ur xalqining ezilgan ovozini dunyoga anglatish va uchrayotgan azob-uqubatlarga xalqaroning yordamlarini qo'liga keltirish, diqqatini tortish uchun bir kishilik hassingizni qo'shishinglarni 3-navbatlik xalqaro Uyg'ur munbirining ta'sirini eng yuqori darajada yetkazish va millatimizning mavjudlik kurashlari uchun iyona qilishingizlarni va bu chaqiriqni boshqalar bilan hambahrlashishingizni chin dilimizdan so'raymiz. Hurmat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur Demokratiya Kishilik huquq markazi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Xitoycha to'ri bir obzor e'lon qilib, Xitoyning atalmish Junxo Xalq Jumhuriyatining milliy ittifoqlik va taraqqiyotini ilgari surish qonunining asli mohiyati Xitoyning har qaysi millatlarni assimilyatsiya qilish va qirg'in qilishni yo'l qo'yishiga qonun asos yaratib beradi deganlarni o'ttirib qo'ygan. Mazkur obzorda bu qonunning umum belgilamalarining 1-moddasida atalmish Junxo millatining bir jamiyat sifatida angliqlikni kuchaytirish va Jungo millatining bir jamiyat sifatida qurilishni ilgari surish bu qonunni yo'l qo'yishning maqsadlarining biri deb belgilangan. Amaliyotda bu atalg'ining kelib chiqishi uning atalmish Junxo millati atalg'usi bilan bo'lgan munosabati va yaqin yillardan buyon bu atalg'u bo'yicha Xitoyning harakatlarini o'ylashganda, bu atalg'u Xi Jinping davrida Xitoyning har qaysi millatlarga hukmronligi va assimilyatsiyani kuchaytirish uchun ishlatilgan qurol. Xi Jinpingning bu hukmni o'ttirib qo'yishi aniqla
Sharq Turkistondagi millatlar masalasiga qartilgan va Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarni bostirishni kuchaytirib, rayonda uzun muddat muqimlikni saqlashni umid qilgan. Bu hukm nihoyat tezla Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatidan Xitoyning milliy siyosatiga aylangan deganlarini ta'kidlagan. Bu obzorda yana mazkur qonunning har qaysi millatlar bilan Xitoy millati o'rtasidagi til, din va madaniyat jihatdagi o'xshamaslik va farqlarni yo'qotib, millatlarning assimilyatsiyasini tezlashtirish va Xitoy millatiga to'liq singib ketishni ilgari surishni maqsad qiladi. Nazariya jihatdan aytganda, bu jarayon Xitoy millati hukmining siyosiyligini ishlatib, har xil millatlarning milliyligi, alohidligi va konkretligini butunlay yo'qotadi. Amaliyotda atalmish Junxo millatining o'zi siyosiy hukm deganni o'ttirib qo'yib, bu hukmni Liang Qichao 1902-yili Qing sulolasi davrida tunji qatim o'ttirib qo'ygan. Yangi Xitoy qurilgandan keyin Xitoy hukumati hokimiyatini millatchilik bilan qonunlashtirish va Xitoy Kommunistik partiyasining hokimiyatini kuchaytirish uchun bu hukmni ishlatib keldi. Mazkur qonunning 15-moddasida bo'lsa, davlat milliy o'rtaq va yeziqini umumyuzlik tashviq qiladi va umumlashtiradi. Hech qanday tashkilot yoki shaxs fuqarolarning milliy o'rtaq til va yeziqini o'rganishi va ishlatishiga to'sqinlik qila olmaydi. Davlat organlari, ijtimoiy tashkilotlar, korxonalar, organlar va boshqa ommaviy so'rinlarda milliy o'rtaq til va yeziqini, shundaqla oz sonli millatlar til va yeziqini ishlatishga to'g'ri kelganda, o'rin va tartib jihatdan milliy o'rtaq til va yeziqqa ahamiyat berish kerak deyilgan. Bu yerdagi atalmish milliy o'rtaq til va yeziq har millatning o'z tili va yeziqi qatorliq shaxsiyati va alohidligini tadrijiy azaytib yo'qotadi. Amaliyotga qaraganda, yaqinda Tibet, Sharq Turkiston, Janubiy Mongoliya va boshqa joylarda yuz bergan har qaysi millatlarga qartilgan kamsitish voqealari, din, til va madaniyatlarning ziyonkashlik uchrashi va hatto yo'qotilishi atalmish Junxo millati nomidan foydalanib, har xil millatlarning shaxsiyatini assimilyatsiya qilish va yo'qotish buning tipik misoli. Vatanimizda masjidlarning 65%, taxminan 16 ming masjid chiqib etilgan yoki ig'ir darajada buzg'unchilik uchirgan. Ro'z tutish, saqal qo'yish, yog'li qartish, namoz o'qish va halol yemekliklar jinoyat deb qaralgan va buningga xiloflik qilganlar qamoq jazosiga hukm qilingan. Qabristonliklar va muqaddas o'rinlar buzib etilgan yoki o'zgartirilgan. Xitoy Kommunistik partiyasi a'zolari oilalarga o'rinlashtirilib, diniy faoliyatlarni, yemak-ichmak, turmush odatlarini nazorat qilib turmoqda. Maktablarda va kundalik turmushda Uyg'ur tili cheklanib, xiloflik qilganlar jazolanadi. Bolalarning ona tilida so'zlashi cheklangan. 630 dan ortiq Uyg'ur kent ismi Xitoycha ismlarga o'zgartirilgan. Bu xil tipik ahvol Xitoyning Junxo millati nomidan foydalanib, har xil millatlarni assimilyatsiya qilib yo'qotishga tirishayotganligini to'liq ko'rsatib beradi. Balkim bir yoki ikki avlod ichida bu qonun yo'li qo'yilsa, Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliyada Manju tili va madaniyatining butunlay yo'qolishiga o'xshash Tibet, Uyg'ur, Mongol qatorliq millatlarning tili va o'ziga xos madaniyati yo'qolib ketishi mumkin. Manju va Zhuang millatiga o'xshash, ularning faqat ismi bor, ammo Xitoylar bilan 100% o'xshash bo'ladi deganlik. Bu qo'rqinchli kelgusi, bu atalmish qonunning nishoni deganni o'ttirib qo'yib, xalqaro jamiyatni bu rahimsiz qonunga jiddiy ahamiyat berishga va bu assimilyatsiya qonunining insoniyat madaniyati va xalqaro tartibga bo'lgan salbiy ta'sirini azaytish uchun uni ayblash, tanqid qilish va to'xtatish uchun qo'lidan kelishicha tirishchilik ko'rsatishga chaqiriq qilingan. Angliyadagi Uyg'ur ziyolisi, shoir Aziz Aysa Alkun 2026-yili 17-may kuni Angliyada aktiv faoliyat olib berayotgan Cordoba fondi tashkilotining o'rinlashtirishi bilan o'tkazilgan Angliyadagi musulmon jamiyatlari rahbarlarining yig'iniga Angliyadagi Uyg'urlarga vakolatan qatnashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga kelib kelgan. Sharqi London musulmonlar markazining yig'in zalida o'tkazilgan bu yig'inga Angliyadagi turk va musulmon jamiyatlarining 100 dan ortiq vakili qatnashgandan boshqa yana Turkiya Cumhuriyeti ilm yayma fondi mutavvallilar hay'atining raisi, Türkiye prezidenti Erdoğan'ның oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Angliyadagi bosh elchisi Osman Koray Ertash va Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qat'iy qarshi turib, Uyg'urlarni qo'llab kelgan dunyoga mashhur futbol cho'lponi Mesut Özil qatorliqlar qatnashgan bo'lib, bu faoliyatda Aziz Aysa Efendi, Bilal Erdoğan, Osman Koray Ertash va Mesut Özillar bilan Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasi haqida suhbat olib borgan. Aziz Aysa yig'in jarayonida Bilal Erdoğan'ga Uyg'urlar bilan Türkiye türklari qadimdan tortib qarindosh xalqlardir.
Türkiye'nin yaqinqi yillardan buyon necha 10 minglagan Uyg'urlarga panohlik berib, ularni kutib olganlik uchun Türkiye hukumatiga minnatdorlik bildiramiz. Ammo Uyg'urlar 2017-yildan boshlab beshidan kechirayotgan bu irqiy qirg'inchilik hech to'xtagani yo'q. Aksincha, Türk dunyosida o'ziga xos madaniyat yaratgan Uyg'ur millati Xitoy tarafidan majburiy assimilyatsiya qilinib, barliq mavjudligini yo'qotish xavfi ichida insoniy qadr-qimmatidan mahrum holda yashab kelmoqda. Navbatda Uyg'ur masalasi nihoyat xatarlik bir pallada turmoqda. Mushundaq jiddiy vaziyatda Türkiye Cumhuriyetining Xitoy bilan bo'lgan munosabatida Uyg'ur siyosati qandoq? Türkiye Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolish uchun biror tadbir ko'ramdi yoki hozirgi siyosatni davomlashtirib sukut turamdi deb so'ragan. Uning bu savoliga Bilal Erdo'g'an: "Biz Sharq Turkistondagi Uyg'ur turklarning masalasini har vaqt yod etsak, yurkimiz og'riydi. Biz 90-yillarda tirishchilik ko'rsatish orqali Bosniya musulmonlari duch kelgan cho'ng qirg'inchilikning oldini oldik. Navbatda Falastin va Gaza qirg'inchiligini to'xtatish uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Ammo Uyg'ur turklari beshidan kechirayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun ko'p harakat qilgan bo'lsaqmi, Türkiye Cumhuriyeti bu ishda Xitoyga qarshi turishda ojiz keldi. Buning sababi Türkiye'deki navbatdagi iqtisodiy qiyinchiliklar va Xitoy bilan bo'lgan tashqi savdo munosabatidir. Hozir Türkiye'da nihoyat aktiv Uyg'ur jamiyatlari bor. Biz Uyg'ur jamiyatlarini va Türkiye'dagi Uyg'urlarni davomli qo'llab kelyapmiz. Uyg'ur masalasi har vaqt Türkiye uchun nihoyat muhim va sezgur bir masala. Biz Uyg'urlarga yordam qilish uchun har vaqt harakat qilamiz degan javobni bergan. Aziz Eysa yig'in oxirlashganda Bilal Erdo'g'an bilan birga kelgan futbol cho'lpini Mesut Özil ve Türkiye'nin Angliyadagi bosh elchisi Osman Koray Ertash bilan ayrim ko'rishib, Uyg'ur xalqi nomidan Mesut Özilga yillardan buyon Uyg'urlarni qo'llab kelganlik uchun alayda minnatdorligini bildirgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.